Assalomu alaykum azizlar. Shifokor, ya'ni vrach bo'lganim uchun biz sizlar bilan 45-50 yoshdan katta insonlarni ovqatlanish haqida akademik Karimov, professorlardan Gadayev, Bobojonov, Azizova, Shayxova, Mamedov va boshqa professorlarning tavsiyasi haqida qisqacha xalq tilida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi, inson katta bo'lgan sari buyrakda qon aylanishi kamayib boradi. Buyrakda qon aylanishi pasaysa, qondagi kasallik chaqiruvchi zaharlarni organizmdan siydik orqali tez chiqarib tashlay olmaydi. Natijada kasallik sekin-asta rivojlanadi. Immunitet ham pasayib boradi. Demak, buyrakni ishini yaxshilash uchun kik o'tidan damlab ichib turish kerak ekan. Buning uchun kik o'tidan 2-3 osh qoshig'ini yarim litr qaynoq suvga damlab qo'yib, 5-7-10 kun yarim stakandan 1-2 mahal ichib tursa yaxshi bo'ladi. Bu muolaja 2-3 oyda qayta takrorlanib tursa yaxshi bo'ladi. Kik o'tiga yalpiz ham qo'shilsa, damlamani foydali xususiyati yanada oshadi. Chunki yalpiz jigarga, yurakka juda foydali hisoblanadi. Damlamadan ko'proq tayyorlab, xolodilnikda saqlasa bo'ladi. Ikkinchi, ovqat tolasidan ko'proq iste'mol qilib tursa, buyrak va jigarda tosh hosil bo'lishi kamayadi. Ovqat tolasi esa ko'katlarda juda ko'p bo'ladi. Ko'katlardagi vitamin va mikro va makro elementlar va boshqalarni organizm o'zlashtirishi oson. Ko'katlar immunitetni oshirishida muhim hisoblanadi. Masalan, kashnut, ukrop va boshqa ko'katlar. Ba'zi manbalarda ko'katlarni to'g'rab iste'mol qilsa, sovuqlik bo'ladi. Agar to'g'ramasdan iste'mol qilsa, issiqlik bo'ladi deyilgan. Biz o'qigan kitoblarda nima uchun bunaqa o'zgarish bo'lishi sababi yozilmagan. Demak, ovqatga bir chimdim ko'katlardan solib emas, ko'proq ko'katlardan solib iste'mol qilish kerak ekan. Ko'kat iste'mol qilishni xohlamasa, ko'katlardan har xil salatlar tayyorlab iste'mol qilish mumkin. Odamlar aytadi, ovqat bilan birga salatlar iste'mol qilamiz, lekin foydasini bilmaymiz. Foydasini bilmasligining sababi, bir kosa ovqatni 4-5 qoshiq salatlar bilan, ya'ni yarim piyola salat bilan iste'mol qilsa, foydasini bilmaydi. Demak, salatlardan ko'proq iste'mol qilish kerak ekan. Salatlardan birini misol qilib keltiramiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan sabziga karam, piyoz qo'shib tayyorlangan salat organizm uchun foydali bo'lib, yana topilishi oson ham arzon mahsulot hisoblanadi. Uchinchi, shakar solib tayyorlangan har xil pishiriqlar, tortlar va boshqalarni kamroq, ya'ni me'yorda iste'mol qilish kerak. Me'yordan ortiqcha iste'mol qilsa, qandlik, diabet, semizlik va boshqa kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ertalab nonushtaga shakardan 3-4 osh qoshiq o'rniga 1-1,5 osh qoshiq iste'mol qilsa yaxshi bo'ladi. Shakar iste'mol qilsa, insonning sog'ligi oshib ketadi. Shuning uchun novvot iste'mol qilish kerak deb aytishadi. Shakarni qaynatib, novvot olinishini hamma yaxshi biladi. Demak, shakarni qaynatsa, novvotga o'xshab issiqlik bo'ladi. To'rtinchi, imkoni bo'lsa, shakar o'rniga qaymog'i olinmagan sutdan iste'mol qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki sut qaymog'ining tarkibida organizmga foydali bo'lgan vitaminlar, fosfolipidlar va boshqalar bor.
fosfolipidlar esa gipertoniya, ya'ni qon bosimi oshish kasalligini zo'rayib ketishini pasaytiradi. Akademik Karimov yoshi kattalarga sariyog' o'rniga qaymoq yoki smetana tavsiya qilgan. Qaymoq yoki smetanadan 2, 3, 4 osh qoshiq iste'mol qilsa bo'ldi. Ba'zilar aytadi, sariyog' iste'mol qilmasa inson kasal bo'lib qoladi. Sariyog' tarkibida xolesterin qon bosimini oshishiga sabab bo'lish ehtimoli borligidan tashqari, ko'zda xolesterinni miqdori oshishi hisobiga katarakta kasalligi rivojlanish ehtimolini kuchaytirishi mumkin. 5. Yozda ko'proq ho'l meva, qishda esa mevalarni quritilgani yaxshi hisoblanadi. Bir kunda tabiiy quritilgan 4-5 dona turshak, ozroq vaqt o'tkazib 4-6 dona olxo'rini quritilganini iste'mol qilsa, qabziyatni oldini olib, yana yurakka ham foyda bo'ladi. Bu ma'lumotlarni hamma yaxshi bo'ladi. Iloji boricha o'rik turshagini danagi ham iste'mol qilish kerak. Agar og'izda tish bo'lmasa, danakni biror narsa bilan maydalab iste'mol qilsa ham bo'ladi. 6. Har xil magazinda sotiladigan ichimliklarni o'rniga ko'k choy yoki har xil mevalarni quritilgandan yoki namatak damlamasdan ichsa ham yaxshi bo'ladi. Vorobyeva Spravочник praktichkого врача kitobida yozilishicha, qonda kislotalik yoki ishqoriy muhitni me'yordan oshishi buyrak tosh kasalligini hosil bo'lish ehtimolini oshiradi. Mineral suvlar qonda kislotalik yoki ishqoriy muhitni me'yordan oshirish ehtimoli borligini hamma yaxshi biladi. Gazlik mineral suvlar ovqat hazm bo'lishiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini sababi, gazlik suvni tarkibidagi gaz inson ichagidagi havoga chidamsiz mikroorganizmga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ota-bobomiz ovqatni yaxshi hazm qilib, uyquni yaxshilash uchun yotishdan oldin ko'p emas 2-3 qultum suv ichishni tavsiya qilishganini hamma yaxshi biladi. Akademik Karimov ertalab ovqatdan oldin suv ichishni tavsiya qilgan. 6. Hayvon yog'ida tayyorlangan ovqatni, yana go'sht mahsulotini ham kamroq iste'mol qilgan yaxshi. Sababi, Ibn Sino tib qonunlari 1956-yil 2-tom 367-371 go'sht va hayvon yog'iga salbiy fikr bildirgan. Go'sht o't qopida o'tni dimlanishiga sabab bo'ladi. Hayvon yog'ida organizmga foyda bermaydigan zoosterillar bo'ladi. O'simlik yog'ida esa organizmga foydali hamda zarur bo'lgan fitosterillar bo'ladi. Sterillarni ta'sirini esa shifokorlar yaxshi biladi. Go'sht iste'mol qilmasa inson kuchdan qolib kasal bo'ladi deb aytishadi. Hayvon yog'i qizirilganda, go'sht esa pishirilganda insonga kuch bag'ishlovchi oqsillarda o'zgarish bo'lib, vitaminlar parchalana boshlaydi. Vitamin bo'lmasa inson kasal bo'lib qoladi. 7. Demak, yoshi kattalarga o'simlik moyida ko'katlar qo'shib tayyorlangan ovqatlar yaxshi hisoblanadi. Ko'katlarda vitaminlardan tashqari ovqat tolalari ham ko'p bo'ladi. Ovqat tolalari ovqatning yaxshi hazm bo'lishida qatnashib, yana qabziyatni oldini oladi.
Qisqacha qilib aytganda, yoshi kattalar shirinliklardan kamroq iste'mol qilish kerak. Ikkinchi, hayvon yog'ini iste'molni keskin kamaytirish kerak. Uchinchi, go'sht kamroq iste'mol qilish kerak. To'rtinchi, har xil mineral va gazli suvni iste'molni keskin kamaytirish kerak. Beshinchi, o'simlik moyidan ko'proq iste'mol qilish kerak. Oltinchi, ovqat bilan har xil salatlar ko'proq iste'mol qilish kerak. 7. Har xil dorivor o'simliklardan, mevalardan tayyorlangan damlamadan ko'proq ichish kerak. Misol uchun, turshakni kechqurun choyga o'xshab damlab qo'ysa, ertasiga o'ta foydali dorivor damlama tayyor bo'ladi. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan har kim o'zi xulosa chiqarib olsin. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz.